Yaxshi asarlarda yaxshi gaplar o'qing va yana o'qing. Imom G'azzoliy quyidagi ibratli voqeani Mukashafatul Qulub asarlarida keltiradilar. Shaqiqiy Balxiy rizq topish uchun hech harakat etmas edilar. Bir payt haj sabab bo'lib kishi Ibrohim Adham bilan Makka da uchrashib qoldilar. Ibrohim ibn Adham u zotdan rizq topish uchun bunday harakat qilmasligiga sabab nima deb so'radi. Shaqiq Balxiy hikoya qildi. Bir kun cho'lda qanoti siniq bir qushni ko'rdim. U harakat qila olmas, icha olmasdi. Birdan og'zida chigirtka olib bir qush uchib keldi-yu, qanoti siniq qushning og'ziga chigirtkani soldi. Bu voqeani ko'rib o'zimga dedim: sog'lom qushga bu qanoti siniq qushni ta'minlatgan Alloh meni ham ta'minlagay. Shunday dedim-da, mutlaqo ishlamay kecha-yu kunduz ibodatga band bo'ldim. Shunda Ibrohim ibn Adham dedi: "Nechuk sen nogiron qushni ta'minlovchi sog'lom qush bo'lmaysan? Harakat qiluvchi qush bo'lsang, yanada fazilatli va yana sharafliroq bo'larding. Eshitmaganmisanki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deganlar: bergan qo'l olgan qo'ldan xayrliroqdir." Shaqiqiy Balxiy o'z xatosini angladi. Nima qilsin kuyib yongan mo'min mirzolar, safingizga oling meni jonim turnalar.